Respublika bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha Namangan eng ko'p hunarmand Namanganda ekan akalar. Statistika bo'yicha hunarmandlar ichida ham eng ko'p hunar qaysi hunar bilasizlarmi? Navoiylar ekan aka. Navoiylar ekan. Qaysi hunar desam bittasi chevar. Yo'q, chevarni 12-o'rinda ekan aka. Chevar Navoiy o'zimiz ichimizga Navoiy toshib ketganidan Namanganga sig'maganidan. Hozir poytaxt Toshkent aholisi 70% mana Namanganlik Navoiyni yopgan nonini yeyapti. O'sha yerda o'tirib mana yeyapman. Alhamdulillah, quvonaman mota. O'zbekistonni qo'ying, Qozog'istonni qo'ying. Rossiya 50% mana Namanganlik Navoiyni yopgan nonini yeyapti. Faxrlanamizmi Namangan? Faxrlanamiz aka. Duxti qarang Navoiyga, Namanganlik Navoiy yuragini kattaligini qarang. Rossiyaga borib Navoiyxona yurgizyapti aka. Bir Navoiy akamiz shahardan ikkita-uchta shogirdlarini olib Rossiyada bitta Navoiyxonani yurgizib turgan ekanlar. Shogirdlari Rossiyani bozorda non sotib turgan ekan. O'shatlik bir o'ris kelib, o'zini o'richa tilida bizdan borgan shogird bolaga non nech pul deb so'rasa, shogird mo'lmayib turganimiz javob bera olmaydi. Ochiqdan aytish kerak, o'richani yaxshi bilmaymiz. Yaxshi vaqtiga ustasi o'shatdi ekan, ustasi kelib, shogirdni chekkaga tortib, "Bak qarang, o'richani bilmaysanmi?" "Yo, hazil harom bilmaysanmi?" Yo'rganmagan bo'lsam, matoda sabzi. Bunaqa bozorni ko'rsatib qilasan, go'jalash. Va bilmasam, bilib o'richani. Ikkita pullarni bilan eshitib ol, boshqa qaytarmayman. O'richada bir degani. Edin degani. Eshitganmisiz bunaqa bor? Edin Namangan. 2 degani duo degani. 3 bilasam, 3 degani tiri degani. 4 degani chitiri degani. 5 ustani o'zi ham bilmas ekan aka. Shogirdam atayni so'rabdi, na prinsip. 5 degani nima degani ma'lum bo'lka? Unaqa paytda usta povod beradimi? Usta nima demiş? Baqara oldin chitirini o'rgan olavering. Endi o'rislar berib 4 tadan o'sha olmaydi biza. Nonni oladigan biz mana borini yaxshi ko'rinda chochib oladi.